bolalikdagi hayit bayrami. Arafa kuni hammanikida osh qilinardi. Yema qalamchasini, yomon bo'ladi. Hamma uyda osh qilinishini bilib turib ham bir-biriga osh chiqarilardi. Osh olib chiqilgan idish ham hech qachon bo'sh qaytmasdi. Oyim berardilar. Rahmat. Bu ham osh ekan-u. Uzoqdagi qarindoshi uyiga osh olib borish unchalik yoqmasdi. O, Karim tog'amniki men olib boraman. Men olib boraman. Agar u ko'p hayitlik beradigan qarindoshing bo'lsa, borish hattoki talash bo'lardi. Ertasi kuni har xil oshlardan iborat mix oshni oying isitib, vaqtli nonushta tayyorlardi va bu oila davrasida boshqacha ketardi. O'sha kuni eng qiziydigan joy bu qo'y bozori bo'lsa kerak. Aka, bu kichkina-yu. Ukam senga so'yganimi yo uylanmoqchimisan? Umrida supurgi ushamagan ayrim qizlarga o'sha kuni o'zini ko'rsatib olishga imkoniyat tug'ilib qolardi. Assalomu alaykum. Yuring aka, bo'ldi, nima qilyapsiz? O, sen nech pul yig'ibsan? Mashincha. Ma'mining ikkita qilib beraymi? Ha. Mana, bu ikkita pul zo'rda bu. To'plagan hayitligimizni hisoblab bir-birimizga maqtanardik va 10 ming pulimizga 100 minglik plan qilardik. Va baribir oxirida oladigan narsamiz aniq. Xo'rozqand, olmaqand, bodroq va hokazo. Baribir bolalikdagi bayramlarning fayzi boshqacha bo'lardi, nima deylar? Yoshlik sani o'ylamagankan. Dadangga aytib qo'y, yoshiga yarasha qiliq qilsin. Oyingga aytib qo'y, o'zini olmasin. O'g'lingni xonasidan topib oldim. Ichyapti shekilli-ya. Aytib qo'y, agar yana bir marta ko'rsam o'tiradi. Ha? Uyda hech qayerga chiqmasdan. O'g'lim, tez qaror, yugur. Ha? Havoyi tinchlikmi? Dadangga ayt, hozir serialim boshlanadi. Pulni bersin. Ma, o'zing berib qo'y. Men qara, men xotiningga aytib qo'y, kechqurun sekinroq baqirsin. Bo'lmasa nevaralaringizga aytib qo'ying, vaqtida uxlasin. Oyingga aytib qo'y, arazlamasdan joyida yotsin. Dadangga aytib qo'y, xohlagan joyimda yotaman. Voy, taksiga ketmay tursin, narsam qolib ketibdi. Oyingga ayt, o'zi shoshilyapmiz, kech qolamiz. Uydagilaringizga ayting, cho'rmasin. Oy, keliningizga ayting, vapshe aralashmasin. Hopparga bularga ayting, hammasi tez mashinadan tushsin. Sudralmasdan tezroq yuring. Ana uni qara. Ho'kizda erkak cho'chqaga o'xshab valasab haydab olgan, yonida bechara xotin piyoda ketyapti. O'l, so'qin. Latta, melikni xotiniga mindirib qo'yib, o'zi duxini berib piyoda ketyapti, so'tak. Qul! Ossang bo'lmaydi, men buncha og'irsan-a. Odam befarasat bo'lsa ham qiyin-da. Belik bechara sinib ketaman deyapti, ana ikkalasi yalpayib cho'chqaga o'xshab o'tirib olgan. Mol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirmayman deyman, majbur qiladi. Tayyor belik turib, ikkita tupoy piyoda ketyapti. Ha, qo'y kallalar.